Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashratul anbiya'i wal mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nubuvatning 12-yilida ahli Yasrib musulmonlaridan, ya'ni hozirgi Madinadan 73 erkak va 2 ayol haj mavsumida Makkaga payg'ambarimizning yoniga kelishadi. Ka'batullohni ziyorat qilishlik birodarlar hali islom kelmasdan turib, ancha oldin, ya'ni eskitdan arablarning ichida bor bo'lgan bu amal. Endi mana shu madinalik musulmonlarga qo'shilib, o'sha vaqtlarda madinalik kofirlar ham kelishgan bo'ladi. Bular Makkaga kelishgach, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashish vaqtini aniq belgilash uchun ichlaridagi Baro ibn Marur bilan Sa'd ibn Malikni elchi qilib yuborishadi. Ya'ni mana shu ikki elchi borib, payg'ambar alayhissalom bilan aniq bir uchrashishlik vaqtni ittifoq qilib kelishlari kerak edi. Lekin o'zlari Rasulullohni tanishmas edi. Bu ikkalasi Makka ahlidan payg'ambarimizni so'rashganda amakisi Abbos bilan o'tiribdi deyshadi. Bularning ichidagi Baro ibn Marur Rasulullohni o'zini tanimasa ham, lekin amakisi Abbosni tanir edi. O'shaning uchun bu ikkala elchi payg'ambarimizni amakisi bo'lgan Abbosni topishadi-da, yonlariga borib o'tirib, birga o'tirgan odami bilan so'rashishadi. Rasululloh ularga "Sizlar kimsizlar?" deganda, Baro "Men Baro ibn Marurman" deydi. Va ikkinchi kishi Sa'd "Men esa Sa'd ibn Malikman" deydi. Sa'd ibn Malik birodarlar o'sha kuni eslab turib aytadiki, "Men o'zimni payg'ambar alayhissalomga tanishtirganimda" deydi, Rasululloh shunday bir so'zni aytdilarki, qasam bo'lsin o'sha so'zni o'lgunimcha unutmayman deydi. Nimaga? Sa'd o'shanda Rasulullohga "Men Sa'd ibn Malikman" deganida Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga qarab turib, siz shoirmisiz? Siz shoirmisiz?" deb turib juda qattiq xursand bo'lib ketgan edi. Sababi nima buni bilasizlarmi? Mana hozirgi kunda favqulodda holatlarni, axborot, dunyoda bo'layotgan ishlarni xabarini tarqatish juda oson bo'lib qolgan. Nimaga? Chunki qo'limizda telefon bor, internet bor. Bu ish birodarlar hozirgi kunda muammo emas. Endi o'sha vaqtlarda xabar tarqatishni eng qulay va oson yo'li she'r bilan xutba bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom odamlarni dinga da'vat qilish uchun o'zlari odamlarni oldiga borib da'vat qilgan. Lekin odamlar esa shoirlarni qidirib yurgan. Chunki she'r arablarning orasida nihoyatda bir mahbub narsa bo'lgan. O'shaning uchun ham ularning eng sevimli she'rlariga javob berib, insoniyatga mo'jiza, Qur'onni Alloh taolo nozil qilgan. She'rda arablar shunchalik yaxshi ko'rishar ediki, bir shoirda iymonga kelishi haqiqatan o'shanda islom uchun katta yutuq bo'lgan birodarlar. Chunki tasavvur qiling o'zingiz, ommaviy axborot tarqatish uchun sizga eng kerakli bo'lgan narsa o'zini oyog'i bilan kelib turibdi yoningizga. Rasululloh shuning uchun qattiq xursand bo'lib ketgan o'shanda. Agar mana shu she'r arablarning hayotida qanday qattiq ta'sir qilganini bilmoqchi bo'lsak, birodarlar, bunga bir misol bor. Payg'ambar alayhissalomning oldiga bu voqeadan keyinroq bitta odam kelib iymon keltiradi. Rasululloh unga namozni o'rgatadi va qaysi namoz necha rakat ekanligini tushuntiradi. Ya'ni aytadilarki, peshin 4 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xufton 4 rakat, bomdod 2 rakat. Endi qaytar desa, haligi odam eslab qol olmaydi. Rasululloh yana qaytarib beradi. Peshin mana buncha, asr mana buncha, shom buncha, 2 marta yoki bo'lmasam 3 marotaba takrorlasa ham payg'ambar alayhissalom boyagi odam tartibda eslab qol olmaydi. Shunda sahobalardan bittasi, "Yo Rasululloh, ruxsat bering, men o'rgatay" dedi. O'rgat deganida she'r qilib aytib beradi haligi narsani. Yana aytadiki, "Albatta bu namoz 4 va 4 dir.
so'ngra 3'dir, keyin yana 4'dir, so'ngra bomdod namozini unutma, u 2'dir deydi, bo'ldi eslab qoladi. Agar she'r qilib aytilsa, nihoyatda ularning zehniga oson va tez kirib borar edi. O'shaning uchun payg'ambarimiz bir shoirni iymonga kelishidan nihoyatda qattiq bir xursand bo'lib ketgan edi o'shanda. Bu ikkala ansoriy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan Aqabada uchrashishlikka va'dalashib, qavmini oldiga qaytib kelishadi. Va ana shu va'dalashgan tun bo'lganida 73 ta erkak va 2 ayol payg'ambarimizni oldiga Aqabada ikkinchi Aqaba bayatini berish uchun jamlanishadi. Rasululloh birodarlar bu ikki ansoriy bilan suhbat qurayotganda bularning yonida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning amakisi Abbos o'tirgan edi. Lekin Abbos mushrik edi. Bu ikki ansoriy Abbosning mushrikligidan gapirgani qo'rqib turganida payg'ambarimiz ularga gapiraveringlar. Bu meni amakim, ishonchli odam deganda gapirishgan edi. Endi Abbos bu kelishuvni eshitdi-ku. Rasululloh ular bilan uchrashgani borganida men ham boraman deb turib oladi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uni mushrik holatida yetaklab olib boradi o'sha majlisga. Ana shu majlis bitta joyga jamlangach, o'zlari musulmon bo'lgan bo'lishsa-da, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlariga kelib, payg'ambar alayhissalomning oldida shahodat kalimasini aytishadi. Va ansorlar payg'ambarimizga: "Ya Rasululloh, biz sizni bizni yurtimizga, ya'ni Madinaga ko'chib kelishingizni xohlaymiz. O'rtaga bitta shart qo'ying. Nima qilsak Madinaga ko'chib borasiz?" deyshadi. Payg'ambarimiz ularga: "Men sizlarga Alloh taologa shirk keltirmaslikni, fahsh ishlarni qilmaslikni va boshqalarni shart qo'yaman" deganida ansorlar: "Yo'q. Yo Allohning rasuli, bu Alloh uchun qo'yiladigan shartlar. Siz o'zingiz uchun shart qo'ying" deydi. Ya'ni sizga qanaqa sharoit qilib bersak kelasiz deyshadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga: "Men sizlarga ayollar va bolalaringizni qanday himoya qilsangiz, meni shunday himoya qilasizlar deb turib shart qo'yaman" dedi. Shunda ansorlarning sayyidi bo'lgan Sa'd: "Ya Rasululloh, agar biz xuddi shunday qilsak, unda bizga nima bor?" dedi. Payg'ambarimiz unga: "Sizlar uchun jannat bor" dedi. Sa'd shunday o'rnidan turadi-da: "Ya Rasululloh, kelishdik. Bo'ldi, biz rozi kelishdik. Bu gapdan, bu ahddan biz ham qaytmaymiz, siz ham ozaytirmaysiz ahdingizni, kelishdik" dedi. Bulardan sal oldinroq xuddi shu va'dani Rasululloh Bayhroga berganida: "Men sendan keyin xalifa bo'laman, shundan keyin iymon keltiraman" degan edi. Ya'ni dunyoni ta'ma qilgan edi. Bu madinalik ansorlar yutdi birodarlar, bu savdoda yutdi. O'zingiz o'ylab ko'ring-da, mana orqaga qarang, dunyoga qarang, kimlar o'tdi ketdi bu dunyoda. Nimani olib keta oldi shular? Agar amali bo'lsa, ana shu amalini olib ketdi xolos. Rasululloh bularga dunyo matosidan umuman og'iz ochgani yo'q edi. Sizlar uchun jannat bor dedi, bo'ldi deydi. Siz gapingizga javob berib turasiz bu gapingizda, biz gapimizga javob berib turib beramiz shu gapimizda deydi. Shunda Rasululloh: "Ey Sa'd, siz qavmingizdan bitta odamsiz. Qavmdagilarning ichida kim rozi bunga, kim norozi?" deganida qavmdagilar shartta o'rnidan turib baqirib ketadi: "Yo Allohning rasuli, biz rozimiz, yo Allohning rasuli, biz rozimiz" deyishganda: "Yo to'xtanglar, to'xtanglar. Hozir kim gapiryapti, kim yo'q men bilolmayapman. Ichinglardan vakil, naqiblarni saylanglar. Sizlarning nominglardan menga kelib bayat bersin" dedi. Va ular o'sha yerdan 12 ta odamni vakil qilib saylashadi. O'sha yerdagi yig'ilgan odamlarni har 10 tasi nomidan shu 12 ta vakil kelib Rasulullohga bayat berishadi. Endi bu bayat Rasulullohni himoya qilib jihodga berilgan bayat bo'ldi. Va mukofoti esa jannat bo'ldi birodarlar. Shunday qilib ikkinchi Aqaba bayati nihoyasiga yetadi azizlar.
Mana shu bayat nihoyasiga yetgandan keyin ularning ichida o'tirgan mushrik Abbos o'rnidan turadida, ey Yasribliklar, agar sizlar meni jiyanim Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammadni olib ketib, keyin himoyasiz tashab qo'yadigan bo'lsalaring, yaxshisi olib ketmay qo'yaveringlar. U Makka da bizni himoyamizda deydi. Shunda ansorlar Allohga qasam deyshadi. Allohga qasam biz Rasulullohni hech kimga topshirib qo'ymaymiz deyshadi. Ana shu bayat tamomiga yetgandan keyin mana shu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadiki, hayotimda deydi, hech qachon eshitmagan baland ovozni eshitdim deydi. Bir odam baland ovozi bilan baqirdi va dedi: "Ey chodir egalari! Ey chodir egalari! Muzammam va o'z dinidan qaytganlar sizlarga qarshi urush qilgani kelishib oldilar" dedi. Bu birodarlar iblis edi. O'sha chodirda turgan insonlarga eshittirib, ovozini boricha sizlarga qarshi Muzammam va dinidan qaytganlar urushlikka ittifoq qilishdi deya baqirgan edi. Bu birodarlar shayton edi, shayton. Bu ovozni o'sha yerdagi hamma eshitadi. Ansorlar ham, Rasululloh ham va boshqa minoda turgan kishilar ham. Shunda Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu shart o'rnidan turadida, qilichini hinidan sug'urib, "Ya Rasululloh, agar" deydi. "Agar hozir desangiz farqi yo'q bizga. Hozir jang qilamiz bular bilan" deydi. Ya'ni ahdga bergan vafoni qarangki, o'zi 73 ta. Yana Makkada, lekin shu yerdagi butun mushriklarga qarshi jang qilishga tayyor turibdi. Shunda Rasululloh ularga yo'q deydi. Yo'q, tarqalinglar deydi va ular tarqab ketishadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va ma barakatuhu.